Kolbasa to'g'risida juda ham srochniy xabar, nima uchun deyotganim videoni oxirigacha eshitdinglar. Bu hammalaringiz uchun foydali, kerakli ma'lumot. Nimaga desangiz, bitta o'rtog'im ikkita farzandi juda ham og'ir kasallikka duchor bo'lgan. Menga telefon qilib hozir bo'ya aytdi. Nimadan degan bo'lsak, kolbasadan aniqlik kiritishibdi. Qanday deydigan bo'lsangizlar, azizlar, hozir mollarga, ya'ni bilasizlar, juda ham og'ir kasallik kelgan, ana shu mollarni kolbasa sexlariga olib borib topshirishgan. Men kolbasa sexlarini hammasini yomon demoqchi emasman, lekin ayrimlari bor, mana shunaqa go'shtdan olib ishlatishgan va siz bilan biz bilmasdan turib olib farzandlarimizga, oilamizga olib yediramiz va ana shundan kelib chiqib juda ham ikkita farzandi birdaniga juda ham og'ir kasal bo'lgan. Demoqchi bo'lgan narsam, kolbasa olishda juda ham ehtiyot bo'linglar. Endi oldi bayram, farzandlaringiz, ota-onangiz, oilangiz, o'zingiz juda ham og'ir, ya'ni umuman davosi yo'q kasalga duchor bo'lib o'tirmanglar. Shu uchun ana shunaqa barcha aka-ukalarimizga bu narsani yetkazib qo'yinglar. Kimni farzandi bo'lsa, ota-onasiga mana shunaqa narsa olmoqchi bo'lsa, juda ham ehtiyot bo'linglar va mana shunaqa narsani like bilan, podelitsiya bilan, ya'ni barchaga yetkazib qo'yishimiz shart. Nimaiki, ertaga hammani farzandi bor, ota-onasi bor, mana shunaqa og'ir kasallikka duchor bo'lib qolsa, ya'ni buni hech kim davolay olmaydi, faqatgina buni oxiri kelib o'limga taqalishi mumkin. Azizlar, o'zlaringiz tushundingizlar nima qilish kerakligini. Ehtiyot bo'linglar.